Xitoy davlati 1,5 milliard aholisi bilan qanday qilib kuchayib ketdi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? O'zi aslida aholisi juda ham ko'p, 1,5 milliard. U aholini ham qornini to'yg'izish, ham ishlik qilish juda ham qiyin masala edi. Misol 1980-yillarda juda ham qashshoq bo'lgan Xitoy davlati. Lekin hozirga kelib 20 trillionga aylandi Xitoy iqtisodiyoti. Chunki ular Garvard kabi oliygohlarning metodlarini o'rganib kitob qilib yozishdi. Bu kitobni ham xitoylik yozgan. Biz esa o'zbekcha tarjima qildik. Bu kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, o'zingizni ko'zga ko'rinmas xatolaringizni tushunib yetasiz do'stlar. Rivojlanmoqchi bo'lsangiz eng zo'r tanlov Garvard metodi. Hozirda sotilmoqda. Caliber Books'ga murojaat qiladigan bo'lsangiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi va yaqinda bu kitobni taqdimoti bo'lib o'tadi. Lekin avval o'qib chiqing, birgalikda muhokama qilamiz. Taqdimoti esa faqatgina Toshkentda emas, Farg'ona, Andijon kabi viloyatlarda ham bo'lib o'tadi. Qachon va qayerda bo'lishi esa Caliber Books'ning Instagram ijtimoiy tarmog'idan e'lon qilinadi. Va men ham o'sha yerda bo'laman do'stlar. Va o'zimning tajribalarimni ham birozgina bo'lishaman. Shuning uchun Instagramdan obuna tashlab kuzatib turing. Salomat bo'ling. Siz uchun maxsus Garvard metodi.